Bu Mercedes'in tazalığını qarayınlar. Salam aleyküm ahli YouTube oyunlar. Qandaysınız? Zorsizlarmı? Salomatlik zo'rmi? Bu videomizni Mercedes alamandagi insonlarga jo'natasizlar. Mercedes Elegant yili 97-yil, motor 1.8 ekan. Dokumenti deydi, yaqinda tamom bo'libdi-da. Salonni ko'rsating. Normal ekan-da, ishlar toza svejiy bo'lib turibdi. Korobka mexanik, 4 ta elektropaket bor ekan, esli puli ham bor ekan. Patologlarni qarang. Shatka bo'lib turibdi-da. Bu Mercedes'lerin şu yeşiğe böyle çıkmadan ona açılacak avlusunu qara. Tırs seti açılacak. Balonlarga kelaqamasa balonları aldıniki 170%'dan bor ekan, ona arqa taş tamam bo'lib qoldi. Alaslarda dokument qilasizlarda arqaga ikkita yangi balonni bosasizlar. To'liq aylantirasizlar. Buning qancha desangiz, buning narxi 45 ming deydi. Yana da normal nomrasi bor deya aytadi. Shu yerga nomerni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilasizlarda savdolaringiz qilasizlar. Mercedes alaman desangiz, ana shunday Mercedes alasizlarda endi. O'zingizning yo'lga o'zi bilasizlar. Bu Mercedes haydag'anlar biladi-da. Haydamaganlar jili eski deb yotaveradi. Qarasizlar. Yaxshi Mercedes ekan aylar. Siraza telefon qilib turib savdolaringizni qilasizlar. Bularning shunisi zo'rki, hadovoy onda ketmaydi-da. Shu o'zining yo'lga qandaydir maslab chiqarganda Mercedesni. Shunday Mercedes ekan. Nomer ham podarka ekan aylar. E'tiborlari uchun kattadan katta rahmat. Shu nomerga telefon qilib turib savdolaringizni qilasizlar. Jannar zamon bo'lsin.